Direktimga farzandlarim talashaveradi, tortishaveradi, hech murosaga keltira olmayapman, nima qilsam bo'ladi degan murojaat keldi. Bilasizmi, biz farzandlarimiz olishganda, odatda tortishganda, sen kattasan-ku, bersang bo'lmasmidi, sen kichkinasan-ku, akangni aytganini qilsang bo'lmasmidi deya ikkalovini urishib, nima bo'lganini surishtirib, ularni murosaga keltirishga harakat qilamiz. Lekin bundan ko'ra bitta chiroyli tavsiyani sizga bermoqchiman. Bolalaringiz tortishib qoldi, nimanidir talashyapti, urishyapti, chiqisha olmayapti. Shu yerda siz ikkalovini teng baravar koyigan holda ikkalovingiz mana shu qilgan ishingiz uchun, o'zaro kelishmaganingiz uchun ma'lum bir jazoni o'taysiz degan holda ularga tanlov imkoniyatini bering. 3 kun telefondan foydalanmaysan yoki 3 kun maktabga o'sha maktab puli olmaysan yoki 3 kun ko'chaga chiqib o'ynashdan mahrum bo'lasan degan tanlovni bering. Va bu jarayonda o'sha jazo turini farzandlaringiz o'zaro birga kelishgan holda tanlashlarini buyuring. Buni nima kerakli jihatlari bor? Birinchidan, farzandlaringiz birgalikda o'sha jazoni tanlash orqali kelisha boshlashadi, murosa qilishga harakat qilishadi va o'sha jazoni o'tash orqali ularda ikkinchisi mas'uliyatni his qilish, ya'ni qilib qo'ygan xatosi uchun, qilgan noto'g'ri ishi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olishni, mas'uliyatni his qilishni o'rganishadi va shu bilan birga o'zaro kelishib murosa yo'lini tanlashni ham o'rganib olishadi.